Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Biz bugungi programmamiz orqali Mixail Jeksonning qisqacha tarjima holini radio anglag'uchi do'stlarga so'zlab beramiz. Mixail Jeksonning o'sib yetilishi, muzikaga qo'shgan tuhfallari va kishilar ko'ngil bo'ladigan har xil temalarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Undaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. U film rejissyori Sidney Romatier'dan kelgan telefonni olganda ham faxrlandi, ham jiddiylashdi. Mixail taklifga binoan Harlemga turmush o'rgangili bordi. Ondan ssenariy ustida qaytirqinib fikr yurgizdi. Hammani inchkilik bilan ko'zitib, o'rgangili bo'ladiganligi narsalarni bo'sh qo'yib atmadi. Film ishlashdan ilgari har qitim Mixailga 5 soat, keyincha 4 soatdan g'irim qiladi. U qimir qilmay girimchiqqa bo'ysunib o'ltiradi. Boshqalar uning qilchi eg'ir olmaydiganligini hayron qoladi. Mixail girim qilishni, yuzlarining rang-barang bo'yilishini, g'alati kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'radi. Bu ham filmning ehtiyoji. Keyin Mixail plastinkalarning sirtiga rasmga tushish, e'longa chiqish qatorliqlarning hammasida girim qiladigan yoki alvostidek yoki shahzodadek yasinadigan bo'ldi. Mixailning usul jihatda alohida talanti bor. Kichik chog'larda bir ko'rgan usulni o'rganib olmay qolmaydi. O'gitish yoki mashq qilish ketmaydi. Yesh cho'ngaygan sari uning bilmaydigan usul harakat qilmadi. Yangi bo'stonliqdagi Farishta izi filmini ishlash jarayonida u bu talanti bilan o'zi eng yaxshi ko'radigan Diana Rostumni xijil qilib qo'ydi. Ish mundaq bo'lgan. Mixail Diana va boshqalar bilan birlikda usul yetakchisidan harakat o'rganganda, Mixail tezli o'rganib olib, boshqalar yetisholmay qolg'achqa ularni xijil qilib qo'ygan edi. Dastlab u buni his qilmadi. Diana uningga ahvolni aytgandan keyin ko'pchilik hammasi kulishib ketdi. Shuningdan keyin u suritini maqsadlik ostilatdi. Mixail Diana bilan birlikda film ishlaganidan nihoyat xush bo'ldi, ham uning bilan shundoq qo'yuq o'tayotganligini bakma ahamiyatli ish deb hisobladi. Ko'p yillardan keyin Mixail shu kunlarni asga olganda cho'nqur muhabbat bilan u shundoq go'zal va talantli edi. Men uni yaxshi ko'raman, cheksiz yaxshi ko'raman deydi. Film ishlash jarayonida ko'ngilsiz ishlarmi bo'lib turdi. Nurg'un qitim Mixail suratga olish apparati ostida amdila harakatni boshlashiga qo'shimcha rolga chiqadigan ba'zilar uningga g'ayri qiliqlarni qilib, diqqatini chechib o'tadi. Bu axloqsizlikdan Mixailning qattiq achchig'i keldi. Xeyli yillargacha bu ish Mixailning esidan ko'tarildi. U dangliq kino cho'lpini Marlon Berlando'ga bu ishni so'zlab berganda, Berlando ilgari o'zining shunday qishga duch kelganligini aytdi. Filmni suratga olishning jafoliq va jiddiyligidan Mixailning salomatligimi ta'sirga uchradi. Bir kuni Mixail aksi Jemayinning uyida o'ltirib, Qushtim tut yaqin joydagi dengizga cho'milgusi kelib qoldi. U qirg'oqqa yaqin joydagi to'lqinni uzib o'ynab etib, nafsining qisilib sezdi. U imkon qadar o'zini besib olib, qirg'oqqa chiqib, aksining uyiga qaytib keldi. Jemayin uni darhol doktorxonaga olib bordi. Tekshirishdan keyin Mixail o'pkisidagi bir tal tomurning yerilganini bildi. Biroq baxtga yarasha mushundaq ish qayta yuz bermadi. Doktor uningga kesilining haddidan ziyoda charchashdan bo'lganini, ko'proq dam olishni aytdi. Biroq Mixail doktorning bu fikriga zodila amal qila olmadi. Chunki xizmati bakla oldirish edi. Kinodagi Dorothy obrazi nihoyat mukammal o'rindaldi. Qaranchuqning obrazimi esil yoritildi. Yangi bo'stonliqdagi Farishta izi Mixailga xushallik, rag'bat va kuch ato qildi. Endi u buningdan keyin nimalarni qilishi kerak? Mixail amdiki qadamni qandoq besish haqida o'ylashayotganda, uning hayotiga ta'sir qilgan yana bir muhim shaxs bilan uchrashib qoldi. Filmni ishlayotgan chaqda bir kuni rejissor ularga rol so'zini o'llik yodlatqizdi. Mixail qog'ozni elibla avval ustidagi jumlani, andin ostidagi ismni o'qidi. Bu ism shu jumlaning avtori Sony Rayesining ismi edi. Mixail bundaq so'zni o'qib boqmag'achqa, uni xato holda So'xika Rayesi deb o'qidi. Bu chaqda orqadan biri tuzitib, to'van ovozda Sony Rayesi dedi.
Mixail kayniga o'rilibla do'stona va ishonchga to'lgan bir chiroyni ko'rdi. U o'ziga kulimsirab turardi. Mixail bu kishini bir yerda ko'rgandekli qiladi. U kishi qo'lini uzatib, "Ismim Kevinsi Jones" dedi. 1969-yili. Mixail akılları bilan Morton şirketiga kirgan yili u Kevinsi Jonesni tunji ko'rgan. Buningga 8 yil bo'lgan edi. Kevinsi Jones Mixailning muzika hayotiga xalqliq ta'sir ko'rsatgan dunyoga mashhur plastinkichi. Yangi Bo'stonliqdagi Farishta izining naqshi lentisi 1978-yilda tarqatildi. Mixail va Diana Ross birlikda aytgan asosiy naqsha erkinlik yo'liga chiqmoq Amerika yakka naqshlar munbirida 41 numurga, Angliyada 45 numurga erishdi. Kevinsi Jones tunji qitim Mixailni ko'rgan chaqda biri uningga bo'lk pishirish ijod qilingandan keyingi yana bir cho'ng ish bu shokichikning dunyoga kelishi degan. Yangi Bo'stonliqdagi Farishta izi Kevinsi bilan Mixailni qayta uchrashtirib, ularni xuddi ota boladek yaqinlashtirgan edi. U chaqdagi Kevinsi Jones dangliq kompozitor edi. Film ishlanib bo'lgandan keyin bir kuni Mixail Kevinsini yo'qlab berib, uningdan plastinka chiqaray degan edi. Menga bir necha plastinka ishlaydiganlarni ko'rsatib beramsiz deb so'radi. Kevinsi Jones birdan turib ketib, "Nemishqa meni ishlab ber demaysiz" dedi. Mixail bundaq bo'lishini o'ylab baxmagan edi. Shunga u kekashliginicha, "Vah, bu albatta qaltis gapkan. Ajabmi o'ylamabdiman" dedi. Bir hazodan keyin Mixail qayta esiga kelib, cheksiz xush bo'ldi. Mixail bilan Kevinsi darhol plastinkini planlashga boshladi. Tamdan tushish mana shu plastinka edi. Mixail va qarindoshlari o'z oldiga unalg'uxona qurmoqchi bo'ldi. Uniga nima deb ot qo'yish kerak? Mixail Jackson va shuningga o'xshab ketadigan ismlarni qo'ymaslikni, Jackson oilasining ko'nam shuhratiga yo'linib olmaslikni o'tirg'a qo'ydi. Berry Gordy'ning qorosida nihoyat chiroyli bir toz bo'lib, Mixail uniga bakamroq edi. Shu kuni u toz haqidagi bir maqolani o'qib qoldi. Uniga nurg'un tozning rasmi besilgan edi. Mixail o'zlariga kerakli narsani topdim deb o'yladi. U qarindoshlari bilan kelishib, unalg'u xonasiga toz deb nom qo'ydi. Ularning bu unalg'u xonani qurishdagi maqsadi o'zlarining ishlarini taraqqiy qildirish va yangicha qiyofat bilan muzika sohasida paydo bo'lish, ham put terab turish uchun edi. Mixail va qarindoshlarining naqshchilar emas, usulchi, yana muzika tekst ijodiyatchisi, unga olg'uchi, plastinka ishlab chiqaruvchi, hatto nashr savdogari bo'lg'usi bor edi. Qarindoshlar tajribasi mo'l muzikantlarning yetaklashi va yordamiga muhtoj. Shunga shirkat Bobby Kilombini muzikani radga selish xizmatiga, gerek Ferengaynisni unga erish xizmatiga mas'ul qilib bekitdi. Gerek Ferengaynis yosh bo'lg'achqa ochiq yo'ruq, fikri, usuli yangicha edi. U qarindosh Jacksonlar bilan tezlik ichikishib ketdi. Ular xizmatda nihoyat ko'ngilli ishlaydi. Mixaillar uningga yangi naqshlarning ijodiyat asosi, mazmunini so'zlab bergachga, u shu naqshlarning mazmuni va muddaosini texmi cho'nqur tushunib oldi. Mixail uningga bas skripka va yuqori ovozli kanay bilan tankash qilganda soz texmi yiqimliq chiqadi deb maslahat berdi. Gerek uning degini bo'yi chiqildi. Gerekning ritmni o'rinlashtirishi yaxshi bo'lganligi uchun muzika nihoyat yiqimliq chiqdi. Bobby Kilombi Mixaillarning xizmatiga yordamlashishga Paulino de Crista ismli bir aylanni keldi. Bu kishi muzika atritiga yangilik elib keldi. U Braziliya samba usuli muzikasining omillarini muzikaga qo'shdi va an'anaviy ham o'zi yasagan chalg'u asboblari bilan muzikalarni o'zgartirdi. Buning ilhomi bilan yangi muzikalarni ijod qildi. Qarindosh Jacksonlar texmi mukammallashgandek bo'lib yayrab ketishdi. Qarindosh Jacksonlarning ahvolini bak yaxshi deb ketgilimi bo'lmaydi. Chunki ular Morton shirkatidagi chaqda eng oldingi qatordagi, eng moda muzika atriti bilan hamkorlashgan. Ulardan ko'plagan narsalarni o'rganib olgan. Endi yana yangilik yaratmasi ularni to'g'ri olgan bo'lib qoladi. Bobby Kilombi bu masalani hal qildi. U Betalay Bokki degan bir naqshiga erishdi. Bu naqsha chaqqan, sho'x bo'lib,
dal Mixail qo'g'lishayotgan uslubga tushadigan naqshi edi. Bu naqshini aytib bo'lguncha Mixailning qalpuklari bir-biriga tegishmay qoladi. Ammo kelajakni faraz qilish tas. Mixail musiqiy ijodiyati, shaxsiy hissiyot, oila munosabati qatorliq turli o'zgarishlarning o'zini qistab kelayotganligini his qildi. Mixail bu masalalarni astoydil o'ylanib, qiyin ahvolda qoldi. Biror masalani hal qilish to'g'ri kelsa, hamma odam o'zi bilan tang yoshdagilarning tajriba saboqlarini o'rnak qiladi. Ammo Mixailning tang tushlari bilan bo'lgan farqi cho'q. U bak baldur nom chiqargan. Bak baldur pishib yetilgan. Bu nurg'un kishilarning orzu qilibmi yetolmaydigini bo'lsa-mu, biroq bundoq bo'lishni Mixail nihoyatda azob deb bildi. U o'z zimmasidagi yukning og'irligini, mas'uliyatining ko'pligini, nurg'un kishilarning o'zidan bir nimaga ega bo'lmoqchi ekanligini his qildi. U yana o'zini asrishi, o'ziga ega bo'lishi uchun ba'zilardan hazar aylishi kerak edi. Uning qalbini Tangridan qolsalar ota-onasi va aka-singillari egilagan. Garchi u bolalarining cho'ngi bo'lmasa-mu, oiladagi turli mas'uliyat uningga yuklangan. U oxir og'ir yukni ko'tarolmay qoldi. 1979-yili Mixail va dadasi Joey tuzgan boshqurish kelishimining vaqti to'shdi. Mushu kamgacha Mixailning barliq ishlarini dadasi va Mixail o'rtaq idora qilib kelgan. Hamda u o'z ishiga butunlay o'zi ega bo'la oladi. Shunga boshqurish kelishimi davomli tuzilmadi. Demakchi, Mixail dadasini ishdan bo'shatdi. Mixailning qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatimi zillashib ketdi. 10 yildan keyin Mixail dadasini ishdan bo'shatayotganlik va qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatidagi o'zgarishni tilga oldi. U dadasi to'g'risida mundaq deydi: oila bilan tijoratni birlashtirib qo'yish nihoyatda zilish ekan. Oxiri yoki nihoyatda yaxshi, yoki nihoyatda o'sal bo'lib qoladi ekan. Bundoq bo'lishi oila a'zolarining munosabatiga bog'liq. Eng obdan chaqlardimi, bu masalani hal qilish o'ng'ay emas. Bu ish men va dadamning munosabatiga ta'sir qildimi yo'q, dadam qanday qaraydi bilmayman. Biroq men undaq o'ylamayman. Shu chaqda shundoq qilmaymi ilojim yo'q edi. Chunki dadam men uchun emas, balki men dadam uchun xizmat qilayotganligimni his qildim. Yangilik yaratish jihatda ikkimizning qarshi bir yerdan chiqmay qoldi. Uning deganlariga men qo'shilmaydim. Uning o'yi menga faqatla mos kelmaydi. Mening qilmoqchi bo'lganim o'z turmushimga o'zim ega bo'lish edi. Men shunday qildim. Shunday qilmoqdan boshqa ilojim yo'q edi. Mening o'rnimda boshqa odam bo'lsa-mu shunday qilar edi. Halbuki men bu kasb bilan uzun shug'ullandim. 21 yoshga kirgan bo'lsam-mu, 15 yillik tarixga, tajribaga ega bo'lib qoldim. Aqllar to'g'risida Mixail faqat mundaqli deydi: ilgari aqllarim men uchun ko'p kuch chiqargan edi. Hozir men ularni so'rab meng'otaman. Mixail shu chaqda o'zini nihoyatda savrchanlik qildim deb qaragan. Biroq uning plastinka ishlash jihatda qarindoshlariga soladigan maslahati kundan kunga ozlab ketgan edi. Aypek shirkati Mixailning maxsus plastinkalarini ishlashga uning bilan dastlab to'xtamlashib olgan. Shirkat ikki xil tayyorlikda edi. Navoda qarindosh cheksonlarning plastinkalari bozor topmasa, Mixailning maxsus plastinkalarini ishlab, musiqa uslubini o'zgartirib bozor egilash edi. Qarindosh cheksonlar taqdir plastinkasi bilan g'alaba qildi. Mixail Aypek shirkatidagi tunji plastinkasi tamdan tushishni chiqarmoqchi bo'ldi. U bu plastinkasining taqdir bilan o'xshash bo'lib qolishini, plastinka chiqaruvchining singib qolgan qarashda bo'lib qolishini xohlamaydi. Umidvor esil naqshlarni tanlab beralaydigan bo'lishni orzu qiladi. Mixailning talabiga mos keladigan birdan-bir kishi Quincy Jones edi. Quincy Jonesga musiq sohasi bash qo'ldek oyon. U kimning kasbiy saviyasining qandaqligini bilib qolmay, kim bilan hamkorlashsa bo'ladi, kimning qo'lidan qandaq ish keladi qatorliqlarni biladi. Ham eng yangi ahvol, eng yangi o'zgarishni hammadan burun egilab bo'ladi. U o'zimi talantli yetishgan bo'lib, jaz musiqasi, simfoniylik musiqa va film naqshlarini ijod qilishga mahir edi.
U boshqalarning fikrini qizg'inlik bilan anglaydi. O'zimchilik qilmaydi. Mustaqil maydonga ega edi. Yangilik yarata oladigan, o'zi bilan o'rtaq ishlab keta oladigan odamlar bilan hamkorlashadi. Tamdan tushish plastinkasi ichida Pavel Makartniy ijodiy etdiki, qiz do'stim degan naqshi bor edi. Shunga dastlabki plastinkaga qiz do'stim deb nom berishni o'ylashgan edi. Pavel Makartniy dangliq peshonasiga yog'liq bog'lab olganlar muzika atirtidagi muhim shaxs. U John Lennon bilan teng nom chiqargan. U muzika atirti 60-yillarda toza davr surgan. Dunyodagi eng dangliq muzika atirti edi. 70-yillarning boshlariga kelganda a'zolari fikrda birlik kelolmay tarqilib ketgan. John Lennon va Paul McCartney o'zlarining naqshi muzika ijodiyati va naqshi aytish maydonida ching turib, yanada xeyli natijalarga erishib kelgan. Mikhail McCartneyni tunji qitim bir ko'ngil ichish kechiligida ko'rgan. Bu kechilikni Paul o'tkazgan. Mikhailni Paulning qizi taklif qilgan. Qiz Mikhailning naqshinlarini ham uning bilan paranglashni yaxshi ko'radi. Biroq Mikhailning Paul McCartney bilan haqiqiy yuz ko'rishishi keyingi bir ko'ngil ichish kechiligida bo'lgan. Bu kechilikka Mikhailni Paul taklif qilgan edi. Bu ikkilan ko'pchilik orasida qo'l elishib ko'rishdi. Paul McCartney tashabbuskorlik bilan "Qarang, siz uchun bir naqshi yozdim" dedi. Mikhail bakmo hayajonlandi va darhol minnatdorlik bildirdi. Bu kechilikda Paul qiz do'stim degan naqshini aytdi. Ikkilan aloqalashib turish uchun telefon nomerlarini qoldirishgan bo'lsa-mu, bak aldirash bo'lg'achqa yuz ko'rishalmay 2-3 yil o'tib ketdi. Paul keyin qiz do'stim degan bu naqshini o'zining maxsus plastinkasi London shahriga kirgizdi. Tamdan tushish plastinkasini ishlash jarayonida bir kuni Kevinsi Jonas Mikhailga "Sana to'limu bop keladigan bir naqsh topdim" dedi va darhol muzikada o'rindi. U qiz do'stim degan naqshi edi. U bu naqshini Paul McCartneyning maxsus Mikhail uchun yozganligini bilmaydi. Mikhail uningga deb berganda u hayron qoldi. Mikhail qiz do'stimni qayta aytib, tamdan tushish plastinkasiga kirgizdi. Mikhail tamdan tushish plastinkasining 5 qeyrindosh jeksollar va qeyrindosh jeksollarga o'xshab qolmasligini umid qiladi. Kevinsi Jonas uning maqsadini tushungachga plastinkani u rozi bo'lg'idek qilib ishladi. Plastinka ichidagi birlikda rock usuli o'ynayli degan naqsha bir mahal davr surdi. Naqsha jiddiy ham bo'g'uq ahongda aytilgan bo'lsa-mu, yanada nihoyatda yoqimli edi. Qang'uchi yayrab bo'lganingda to'xtataman degan naqshida boshlanishi bilanla bas skripka orqa ko'rinish qilinib, muzik chelinadigan bo'lg'achqa, bundaq ritmliq urib chelingan muzikalar odamni ham jiddiylashtiradi, ham hayajonga soladi. Mikhailning tabiiy o'rindishi naqshiga texmi jazbi qo'shadi. Gitara ovozimi kishiga Afrika sozlaridek anglatdi. Bu Mikhail tunji qitim o'zi mukammal ijod qilgan naqshi edi. U bu naqshisi bilan tunji qitim Gerolmay mukofotiga erishdi. Kech-kunduz aralash degan naqsha har xil g'ayri ritmlarda o'rindaldi. Muzikasini grek elektronlik royal bilan chaldi. Naqsh teksti bir qadar oddiy, ammo mazmunli edi. Qani o'ynayli, toza ko'ngilga yoqqudek aytildi. Naqshini Mikhail kuchlik havas bilan aytgan. O'pcha aytiladigan qismi aytqancha kuchayib, qalbni larziga soladi. Plastinka ichidagi Mikhailni eng hayajonlantiradigan naqsha u turmushimdan ayrildi. Bu naqsha o'zini ifodalash tusiga ega. Faqat o'zim uchun aytdim deydi Mikhail. U garchi qiz do'stlarini tushunsa-mu, ular bilan birga bo'lganda ko'ngil ozodilik his qila olmaydi. Chunki u qizlar bilan birga bo'lganda ular hamisha uningdan qandoq bo'lib mushunda g'alba qilganligi va uning turmushi haqida uni buni so'rab oram bermaydi. Qizlarning maqsadi uni tanholikdan qutuldirish bo'lsa-mu, Mikhail ularni o'zining tanholigidan tang baharlanmoqchi deb tushunadi. Ham ularning undoq qilishini xohlamaydi. Mikhail mundaq deydi: "Men va sonsizligan havaskorlar o'rtaq bahra oladigan narsa, men bilan ma'lum shaxs o'ttirdagi narsa emas.
"Men dunyodagi eng tanho odamlarning biri. U turmushimdan ayrildining mazmuni asosan mundaq. Mixail o'zi bilan boshqalar o'ttirsidagi orliqni qisqarawatidi deb biladi. Amaliyotda undaq bo'lmaydi. Mixail bu naqshining ichiga kirib ketgan. Naqshini aytib ko'ziga yosh olgan. O'zining ichki hissiyotini naqshi orqali ifodalab olgan. Turmushida xo'shallikning kamdan kam ekanligini his qilgan. U yuzini atginicha o'ksib yig'lab ketgan. Tamdan tushish plastinkasini o'ngelish nihoyatda jafoliq bo'ldi. Chunki Mixail va Kevinsi Jones bu plastinkaga zo'r umid bog'lagan. Shunga talab nihoyatda qattiq qo'yildi. Mixail ishdan sirtqi vaqtda biror notanish odam bilan paranglashib, do'stlashib qolarman degan umidda atrofda sayli qiladi. Uning o'ylig'ini o'zi bilan tanishni xohlab turgan odamlar emas. U qattiq umidsizlandi. Qalbiga agishib keladigini, zerikishlik turmush ekanligini cho'nqur tushundi. Mixail nihoyatda xijilchan edi. Uning sahnada o'zini shuncha erkin tutishi amaliyotda muzika va udarning qalbini ram qilib olganligi. Maktabda o'qiydigan chaqda u bir qizni yaxshi ko'rib qolgan, ammo qalbini izhor qila olmagan. Uning birinchi qiz do'sti Tatam 17 edi. Ular bir klubda tanishib, telefon nomerlarini yezishib olgan. Telefonda necha soatlab so'zlashyapti. Tatam tunji qitim Mixailning qo'lini tutganda u nihoyat xush bo'lib ketgan edi. U Tatamning nozik qo'llaridan o'zining qo'liga o'tgan haroratni elimi unutmaydi. Mixail uni yaxshi ko'rib qolgan edi. Ular nihoyat yaqin aralashgan. Keyin yaxshi do'stlardan bo'lib qoldi. Mixail Tatamni o'zining tunji oshiqi deb qaraydi. Biroq Mixail uningdan ilgari o'zidan ko'p cho'ng, xeli burun nom chiqargan Dayanna Rosni yaxshi ko'rib qolgan. Uning to'y qiladiganligini anglab tushkunlashgan, hatto hasadmi qilgan. Keyin Mixailning xeli ko'p darajadan tashqari cho'lponlar bilan munosabati yaxshi bo'lgan. Alayliq Elizabeth Taylor, nazokatlik, pak cho'lpon, Udayli Xibin, kino cho'lponi Jan Fonda qatorliqlar. Biroq ularning hammasining yeshi cho'ng edi. Mixail bilan ular o'rtasidagi munosabat o'zaro hurmat ustiga qurilgan. Ularmi o'xshashda don qozongan bilan o'z turmushini zerikishlik his qiladi. Shunga o'zaro chiqishatdi, ham sirdishadi. Mixail bir mazgil Berokker Xeldes bilan muhabbatlashdi. Yana bir qiz do'sti Leza Menteli bo'lib ikkalan bak chiqishatdi, hamisha naqshi usulda birga bo'ladi. 1994-yili Mixail 36 yoshida Mushuk shohi Elvis Presleyning qizi Reza Mari Presley bilan to'y qildi. Ularning to'yi axborot sohasida xeyli g'ulg'uli paydo qildi. Mushuk shohi Elvis Presley 140 parchadan ortiq plastinka chiqargan. Jami 350 million donadan ortiq sotilgan. Plastinkalar sharaf munbiridan o'rin olgan kishi. 1955-yildan 1957 yilgacha bo'lgan 2 yil ichida 20 necha naqshi chempionlikka erishgan. Mushuk shohi rock muzikasiga asos solgan. U bir davrning, bir avlod kishilarining vakili. Shu davrdagi bir avlod yoshlar uningdan qarish chiqish ruhidagi o'rtoqlikni topgan. U koni an'ana, o'sal odatlarga ochiq jang e'lon qilgan. U qo'pol, hakavur, saxta nazokatlik va adabli bo'lib oladiganlarni yoqtirmaydi. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi.